Nima deydi? Shu. Maslahat bering otalaringizga. Jo'gada yana pavuk bor. Qani. Qaysidan? Olamiz bolam endi bu balandlar keldi. Husniyani Husniyan nima deydi? maslahat bering Ha nabirangizga. bolam, endi Xudo shukr mana hammamiz xursand. Hammamizni xursand qilding. Xudoyo Xudovandi kerim shuncha yil qanday chiroyli o'qigan bo'lsang, maktabda biron vaqt otaningni chaqirib, obro'dan to'kkani yo'q. Negaki tartibing yaxshi bo'lgani uchun. Shunday o'qib, endi Toshkentga borgandan keyin hozir zamoni o'zgargan. Ja odamlarni yo'ldan chiqaradiganlar ko'p bo'lgan bolam. Hech kim qaramay uyda o'tir demayman. Sen hali yosh bolasan. O'yna yur. Hech kimga chap tomoningni berma. Rost tomoningni ber. Yuraging o'zing qoladi. Shuncha yil seni oq taraf oq kiygizib, o'zlari yemaysani orqandan borib yurgan ota-onaning qadriga doim yetishing kerak. Bittagina sening bor. Hamma orzu umid ular emas, hammamizning orzu umidimiz sen. Chunki sen birinchi bo'lib Xudiyariblar oilasini ketib birinchi avera o'qishga kirgan. Men shuni esingdan chiqarma. Oldin qanday o'zingni tutgan bo'lsang, bundan keyin shunday tut. Hammasidan chaqchaq qil, gapirgin. O'g'illarda ham ko'p odamni yaxshi gap qilib har joyga tortadigan, lekin o'zingni qattiq tutib ol. O'ynama emas, kulma emas. Kerakli joyni tutib olgin. Doim shunday sening yuragingni tortadigan qizlar chiqsa, onangni, dadangni, singlingni unutma, xo'pmi bolam? Ana bular hammasi seni shuncha yil sen bu yerlarda o'qib, qaydan ketdi, Buxorodan ketdi degan gaplar. Agar shunaqa bir o'zgarish bo'lsa, bir kapik bo'ladi bolam. Allohning oldida Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Xudo nasib qilsa chidab o'qisang, kelsang, unaqa yaxshi gap, yaxshi so'zlar hammasi bo'ladi bolam. Boshqalar sendan ibrat oladi keyin, boshqalar sendan ibrat oladi. Senga o'xshash yaxshi o'qiydigan, o'zini tutib biladigan, o'z kuchi bilan o'qish kiradiganlar ko'payadi. Xo'pmi bolam? Ana shuni hech vaqtda esingdan chiqma. Biz orqang turib doim duo xola qilamiz, Allohdan tilaymiz, doim xursand bo'lamiz. Sening yaxshi o'qigan, yaxshi tartib intizomlaring bizlar kuch-quvvat beradi. Bizning Allohdan tilab, xursandchilik bo'lib o'tirganimiz senga kuch-quvvat beradi. O'qishingni tamomlab kelsang, katta yaxshi to'ylarni qilib, onang dadangning charchag'ini chiqadi. Bilasanmi seni? Seni o'stirgancha qancha mehnat bular tortdi. Men buni yaxshi bilaman. Shu hech qachon unutma. Boshqalar borku yomon bolalar. Hammamizning onamiz va dadamiz ha de tamom. Seni og'zingdan gapni yunmaydi. Men aytganda shu yuragingni tut. Tamam. Ular bilan ko'p gapirmayam. Sen qayerdan kelgan? Dadang nima ish qiladi, o'g'ling nima ish qiladi? Shu gaplarni kitobga qo'y. Ularga gapirib o'tirguncha kitobni o'qigin. Ana senga foydasi. Nasib qilsa 4 yil, 5 yil, 6 yil o'tgandan keyin Xudo xolasa butun hamma orzu havasinglar hal bo'ladi. U vaqtda nasib qilsa mana hammamiz katta qo'shqarni so'yib, dang'ur qilib, iloyim mana tirik bo'lay shu vaqtlargacha. Xursand bo'lib seni kutib olamiz. Uni u yog'i ishing 5. 4 kishi sig'adigan emas. Uni ko'p sig'adiganlar ham o'zi keladi. Ana, mening orzularim shu. Faqat senga emas, senga o'qigan yoshlarga. Hozir hamma narsa yoshlarning qo'lida.